Sharning tashqarisiga prizma chizilgan. Prizma asosining diagonallari 6 va 8 ga teng bo'lgan rombdan iborat. A savoli, demak, prizmaning to'la sirtini yuzini toping deyapti. Demak, prizmaning to'la sirti yuzini topish uchun demak, S to'la teng bo'ladi 2 ta S asos plyusdan S yon. Demak, yon sirtining yuzi prizmaning balandligiga teng bo'lib qoladi. Demak, prizmaning balandligi, ya'ni H prizmaning balandligi teng bo'lib qoladi 2 ta R sharga. Demak, prizma balandligini topish uchun biz sharning radiusini topadigan bo'lsak, balandlik kelib chiqadi. Demak, kesim o'tkazamiz. Sharning o'rtasidan o'tuvchi kesim o'tkazadigan bo'lsak, mana bu chap tomondagi chizmamiz kelib chiqadi. Nima bu yerda rombning diagonallari o'zaro 90 gradus kesishidan kelib chiqqan holatda R shar bu 3 4 bo'lsa, bu 5 bo'lekan. R shar teng bo'ladi 4 ko'paygan 3 taqsim 5 ga, ya'ni 12 taqsim 5 ga. Demak, prizmaning balandligi teng bo'ladi 2 ta R shar bo'ladigan bo'lsa 2 ko'paytirilgan 12 taqsim 5, ya'ni 24 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Yaxshi. Demak, to'la sirt yuzini topishga harakat qilamiz. Demak, S asos yuzi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8, ya'ni bu bilan bu ketadi 3, ya'ni 24 ga teng bo'ladi. S yon sirtini yuzini topish uchun biz nima qilamiz? Demak, 4 ko'paytirilgan A ko'paygan H. Demak, 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan balandlik 24 taqsim 24 taqsim 5 bo'ladi. Demak, 5 la qisqarayotgan bo'lsa 96 ga teng bo'ladi. Demak, S to'la teng bo'lar 2 ko'paytirilgan 24 plyusdan 96, ya'ni 48 plyusdan 96 bo'ladi. Demak, bu 104, ya'ni 144 ga teng bo'ladi. Demak, A savolining javobi 144 bo'lar. Shar hajmining prizma hajmiga nisbatini toping deyapti B savolda. Demak, shar hajmini V shar hajmini V prizma hajmiga nisbat. Demak, shar 4 taqsim 3 pi R ko'p taqsim, demak, S asos ko'paytirilgan balandlik pi bilan 3 ni qisqartirayotgan bo'lsak 4 ko'paytirilgan radius bizga 12 taqsim 5 ning kvadrati bo'ldi taqsim. Demak, S asos yuzimiz 24 ga teng bo'lar, balandligimiz 24 taqsim 5 ga teng bo'lar. Bu yerda buni ko'pi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak 12 taqsim 25 chiqadi. Demak, 12 taqsim 25 ga teng bo'lar ekan.